Xalis niyat, xalislak, mehrli qo'llar, muhabbat qalblarning eng yorqin jilasi Shirin Tush. Shirin Tushlarning reallikdagi sahnasi, mayirlarning samimiy bayonlari, shunaqla korxonchilarning mardonligi dal mushiyada. Assalomu alaykum, naq maydondagi va shunaqla ekran oldiga qadrli ko'rman do'stlar. Ko'rayotganinglar Urumchi Faxriy So'chak shirkati alayda qo'llagan, Shinjang Sabila kasbiy taraqqiyot shirkati alayda talab qilgan, Shinjang Abida biopatexnika taraqqiyot shirkati alayda hamkorlashgan Faxriy Shirin Tush programmasi. Men riyosatchi Sumrat Abduqodir. Shirin Tush programmasi Shinjang televiziya stansiyasi, Shinjang Xo'yu madaniyat tarqitish chek shirkati bilan Urumchi LB madaniyat tarqitish e'lon chek shirkati birlashib ishlagan, avomga naf yetkazish maqsad qilingan ko'ngil tusidagi universal programma. Bu programma jamiyatning har qaysi qatlamlaridagi har xil kishilarning orzulari uchun maydon hozirlash va shunaqla ahamiyatli orzu, ahamiyatli g'oyalarga yordam berish maqsadida ta'sis qilingan. Korxonchilarning taraqqiyoti, xalqning qo'llashi, shunaqla samimiy mulozimat hamda yaxshi mahsulot orqali amalga oshadi. Xalqdan ilib xalq qaytirish har bir korxonchi madaniyatidagi eng yorqin jilasi, shunaqla iste'molchilarning umididir. Shu munosabat bilan men bizning programma guruhimizga barliq ichki xizmatchilar va shunaqla sahnasidagi mayirlar nomidan har qaysi korxonchilarga alohida tashakkurimizni bildiraman. Rahmat sizlarga, jafo chekdinglar. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, undaqda men hozir bugungi bizning programmamizga qatnashgan aziz mehmon va shunaqla barliq korxonchilarni bir tanishtirib o'tsam. Bugungi Faxriy Shirin Tush programmamizga qatnashgan aziz mehmon bo'lsam, Urumchi shaharlik Ma'rif tadqiqot markazining axloq tarbiya tadqiqotchisi, davlatlik 2-darajalik psixika maslahatchisi Tursun Hasan muallim, qarshi olamiz. Xush keldingiz muallim. Korxonchilarimiz bo'lsa, Shinjang Sabila kasbiy taraqqiyot chek shirkatining bosh lideri Muhammadjon Abdukaram apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Abida biopatexnik taraqqiyot chek shirkati Urumchi setish bo'limi muavin direktori Yusufjon Adil apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Ro'yab xalqaro so'chak shirkatining bosh direktori Rizo Idin Nizomin apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Mo'tvar xalqaro so'chak shirkatining bosh lideri Toshmuhammad G'ani apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Mashrab elektr uskunalari chek shirkatining bosh direktori Abdusami Abdukim apandi, qarshi olamiz. Shinjang Chindil xalqaro so'da chek shirkatining lideri Yasinjon Sulaymon apandi, qarshi olamiz. Shinjang Ekson yog'chilik chek shirkatining bozor ushur bo'lim direktori Nurali Asqar apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Oltin Guhar xalqaro so'da chek shirkatining lideri Guhar Nisa Molla Turg'on xonim, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Urumchi Qutiyar pan texnik chek shirkatining setish bo'limidan Jurat To'xta apandi, qarshi olamiz. Shinjang Al-Nuri yezigilik taraqqiyot chek shirkatining lideri Adil Niyoz apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Nafis Tor qurilish cheklik mas'uliyat shirkati Karvon Torning muavin direktori Nabijon Abdurashid apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Shinjang Tashqin xalqaro so'chak shirkati Xotan tarmoq shirkatining bosh direktori Abduqayyum Tursunyaz apandi, qarshi olamiz. Shinjang O'stigul so'da chek shirkatining lideri Yasinjon Muhammad apandi, qarshi olamiz. Shinjang Atlan Ma'rif pan texnika chek shirkatining muavin direktori Abduqodir Ro'z apandi, qarshi olamiz. Xush keldingiz. Mujassam elektron pan texnika chek shirkatining lideri Olimjon Jalolin apandi, qarshi olamiz. Xo'sh, hammalarning izgat bilan bosgan qadamlaringizga marhaba. Navbatda Faxriy Shirin Tush programmamizni rasmiy holda boshlaymiz. Qiynudaqda sahnamizda Shamsiya Abaydulla. Shirin tush, egiz ko'kdan ushqan qush, madad topdim sevgilim, kel yonimga qaytib tush. Assalomu alaykum nahmedandagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrli televizor ko'rish do'stlar. Ko'rib qolinglar, Faxriy Shirin Tush programmasi. Men Shamsiya Abaydulla. Mehr muhabbatga to'yilgan bu programmamizning 2-faslida sizlar bilan davomli diydorlashganligimdan intayin xursandman. Hammalarga mehrim bilan salom yo'llayman. Hayotingizga go'zal orzu-armonlarning yor bo'lishiga tilakdoshman. Xo'sh, undaqda mahirimiz marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Korxonchi ustozlar, shundaqla televizor ekrani oldidagi ko'rgan do'stlar, hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz, qarshi olamiz. Evet. O'zingizni tanishtirib o'ting. Ben Aziz Qashqar diyarining Beshkiram yesidan keldim. İsmim Mehmet Ali. Mehmet Ali efendim, qarshi olamiz. Men kichik vaqtimdan boshlabla yaxshi o'qib, iyiliklar bir korxona qurib, jiq yaxshilarni qilsam degan bir orzum bor edi. Shuning bilan to'liqsiz o'rta maktabni bitkazgandan keyin o'ydilar menga bir tal kompyuter berdi. Ota-onam endi diqqan, bir dehqon oilasi uchun 4-5 ming ko'ylik bir tal kompyuterni berish xeli cho'ng ish hisoblanadi ekan. Shuning bilan men o'zligimdan darsning sirtqi vaqtlarimda kompyuterni o'rganishga boshladim. Endi maktablarda kompyuterniki kitoblar taqib berildi, lekin o'zi o'tilmaydi. Shuning bilan men qisqa vaqt ichida boshlang'ich, to'liqsiz, to'liq o'tira mushlarning kompyuter darsliklarini butunlay o'rganib oldim. Masalan, buning ichida bek murakkab mazmunlar yo'q. İşxana avtomatlashtirish detallari, endi Photoshop, Flash, programmalaylash, undan boshqa yana oddiy bo'lgan viruslarni yasash, masalan, kompyuterlarni aqaralab keltirib qo'ydigan endi tok manbasini yuzitadigan degandek. Lekin bu yerda yangi bir masala kelib chiqdi. Nimishqa deganda, kompyuter bir og'iz gap bilan kompyuter deb atalgan bilan uning ichida nurg'un tarmoq kesiblar ekanda, sonliq ma'lumotlarni bir taraf qilish, programmalaylash, endi torbet yasash degandek. Endi hammani bularning o'rganib bir boshqa qilib chiqish mumkin emas ekan. Cho'qim biz birini tutib, mushuningdan natija qozonish kerak ekan. Shuning men buning qaysini o'rganish to'g'riliq izlandim, material ko'rdim, maslahat so'radim. Bu jarayonda meni bir ish qattiq o'ziga tortdi. Endi bizning yashayotgan o'rnimiz Xinjiang, lekin bizning ko'rayotgan kartonlarimizning hammasi chatning kartonlari ekanda, Yaponiyaning yoki bo'lmasa Amerikaning degandek. Endi biz yosh-o'smirlarni, kichik bolalarni oila tarbiyalash mo'yim, kichik vaqtda tarbiyalash mo'yim deyotganmiz, lekin ular yangi shaylarni o'ziga osonlik qabul qilib olgan, ishtiqlan mushunga mayil bo'lib qolgan vaqtida chetning kartonlari ularga ta'sir ko'rsatib boshlaydi ekan. Masalan, bir 10 yosh atrofida bir yosh-o'smirni bizning qadimki bir Uyg'urniki kiyim-kechak, urf-odat, gap-so'z mushatdan bir ta'sirlab baq desa, mukammal ta'sirlab bermaslik mumkin, lekin Marko, Yisho, Sanxelo deymiz, xosiyatli odam bilar va yoki bo'lmasa palaket, mushkayiq, mushlarni bir ta'sirlab baqayinsak, ular asal ta'sirlab beradi. Chunki xalq bularni karto orqali avlarning sabiyningsi qo'yib aytganda, mendan mushun tutsam bo'lgan deb to'liq o'tirib yangi chiqqan vaqtimdan boshlab 3 dimakas, ya'ni sandimakasdan boshlab mush kartola aylashni grafikniki o'rganishga boshladim. Endi materiallarda kamchil ustiga ama en kichik maxanzu seviyamning cheklik bo'lishi bilan mayda ta'sir tushdi bu. Yani shunday bo'lsin, bel qo'yatmay tirishib, to'liq o'tir, oliy maktab, endi oliy maktabni men qatnash institutida o'qigan, mush 7-8 yil vaqtini sarf qilib, 3 dimaksiyan, sandimaksidan foydalanib, kartonlarni laylab ishlaylikdek bo'ldim. Lekin men buning bilan o'zim rozi bo'lmadim, chunki men mushta iyilik qilib, yaxshi qilma, korxona qurma deb qildim. Bir o'zim o'rganib olgan narsa bilan bir jamiyatga chiqishni to'g'ri topmadim. Endi oliy maktabni bitkazib bo'lgandan keyin men Beijingga kirib, Musayada 1,5 yil xalqaro saviya bo'yicha, xalqaro o'lcham bo'yicha karton film ishlashni qaytadan 0 seviyadan boshlab o'rgandim. Endi bu jarayonda mening qiyig'inim, men aslida karton film ishlashni o'rganib bo'lgandim, lekin men bir cho'ngroq ish qilmay deydigan bo'lg'achqa, men o'zimning shu mana ayshi bir ish qilganimni o'zim tarbiyalashim kerak. Shunga avlarniki ilg'or bo'lgan o'qitish usulini o'rgandim bir tarafdan. Hozir endi mening o'zimning odam tarbiyalashda bir qor yaxshi bo'lgan bir o'qitish usulim shakllanib qoldi. Masalan, men Beijingga kirib o'qishdan burun Maya bo'lsa bir kompyuterniki karton film ishlaydigan 3 o'lchamli detal bir 400 tal buyruqning hammasini ishlatadi, lekin uningdan yaxshi bo'lgan modellarni yasab chiqolmaydim. Lekin men aya kirib o'qib chiqqandan keyin ishlatgan buyruqim 15 talg'im yetmaydi. Har qanday ko'z bilan ko'ngil bo'lgan modellarni yasab chiqa oladigan bo'ldim. Bu Beijingda ishlangan kartonlar bo'lg'achqa, endi chetning kartonlari taqlid qilib ishlangan, ba'zilariga inglizcha ovozlar hisoblangan va yoki hisoblanmagan. Shunga mushatdan bir ko'pchilikning to'g'ri tushunishini umid qilaman. Siz ishlaganmi? O'zim inim bilan hamkorlashib ishlagan. Iningiz bilan? Inim bilan to'g'ri.
Bayatın beri sözlügenlerim hem de benim şu kıygan işlerim, lekin ben tağı özümden arzuyumdu takdim edim. Shunda yaxshi ishlabsiz-mu? Bo'lib men o'tirliqdagi ma o'tib ketgandan keyingi qismini ko'rib hayron qoldim men. Bu kartonlar hem de benim texnikam tak to'liq namoyon qilib bermaydi, chunki karton bir ikki odam o'tirib bir qancha kunda yoki bir oydan o'tirib ishlab ola oladigan narsa emas. Men muvofiq sharoit bo'lgan avvalida buningdan yaxshi ishlay olaman. Bu sizning eng yaxshi saviyangizga vakillik qilolmaydi shundaqmi? Yo'q. Endi arzuyingizni anglaylik. Mening arzuyim bo'lsa şu kompüterinin grafik sayesinde 3D karton, andın 3D oyunlarının görünüm yüzünü layihələş hatta bir terbiyeleş merkezi açış. Endi bu merkezini açtık məqsədən bu merkez açılğandan keyin birinci yılın ise 10, ikinci yılın ise 20, üçüncü yılın ise 30. Mening şu ixtiyorimninki iqtisodiy kuchimning yo'g'onishiga ergishib, shunda bir meyib qarindoshlarimizni haqsiz tarbiyalab müsaade. Özüm işleterliğimle özüm işlesem, eğer özüm işletişke kurbitim yetmegenlerini cemiyetke, müsaadeke, mesela ilan işleydiğin andın karton film işleşke kurulan şirketlerge men iltimas kıpasem, muşarkılık aşula yolunu tapsa dep oylayman. Endin yanıma meyip qarindoshlarımızdan başka, yani saka adamlarını terbiyeleyme. Şu hazır mende arzu ba, yaxşılıklı için bir yaxşı arzu ba, texnikam ba. Lekin bu iqtisodiy jihatdan endi hozirgi davrda iqtisod eng muhim omillardan biri ekan, buni qurishga imkon bo'lmay qoldi. Shuning shu keng korxonchi akalarimizning, ustozlarimizning mana shu keng kelgusida yaxshi cho'ng bir ishlarni qila oladigan bir sahna yetishimga shu karton tarbiyalash markazini qurishga bir iqtisodiy jihatdan bir yordam qilsa degan tavsiyalarim bor. İşkelemden kompüter ilginç tariximiz o'xshashgan. Men to'liqsizda boshlab o'rgangan. Shu vaqtda bir dehqon oilasi emas, Urumchidagi bir ziyoli oilasiga nisbatan 4,5 ming kompüter ilishgan ajoyib bir ishdi bu. Shu vaqtdagi kompüterning surati, men telefonimizning suratash kompüterning 10-20 qatli turadi. Shunaqa? Shunday. Ash darajada asli bir kompüterlar o'rgangan. Endi bu sizning bu kasbingiz hozir ixtisoslar kam bo'layotgan bir kasb. Hamda taraqqiy qilmasa qat'iy bo'lmaydigan yakab qolgan bir kasb. Bo'lib bizning millat nisbatan bayatning kartonning gaplarini deb o'tdingiz. Uningdan boshqa nurg'un kasblarda mushug'ul masala, mushug'ul ixtisoslarning kamligidan nurg'un kasblarning taraqqiyotida. Nima kasb degan masalan o'yin. Endi kinochilik. Masalan Amerikaninkidek, Hollywoodnikidek kinoning xatarligi yerda. Bizning Xinjiangning kinolari men chiqib ko'rdim. Texniklik gala asosan yo'q demaymiz, lekin intayin az. To'g'ri. Endi demak, mushtiyaatlardagi ixtisoslarning kamchiligidan bizning nurg'un kasblarimizga ta'sir etdi. Masalan, o'yin dedik, bayatning kino dedik, degandek, shunda qo'choq dedik degandek nurg'un. Endi orzuyingizda tarbiyalash markazi, kurs ichish degan bir orzuyingizda bu bak yaxshi. Shu biz yaqinda hozir biz emas, har qanday bir korxona ixtisos xodimlar alomat ajoyib ehtiyojliq. Mundaqcha bitgan vaqtda har qanday muhitni, har qanday sharoitni, masalan, kompüterlarning har qanday ilg'orligini hamma korxona apiralaydi. Hozir bizga lozimligi ashni ishlatadigan odam. Shu odam bo'ladigan qolgan kompüter u narsa masala emas hozir korxonaning aholisi bilan. Endi mening taklifim bo'lsa, hamkorlash orqali mushu halqalarni, mushu bo'shliqlarni to'lasak deyman. Chunki hamkorlashgan vaqtda kuch jiqroq bo'ladi-ku. Menimcha hamkorlashni qabul qilsangiz umid qilaman. Endi biz bor, yana bir necha korxonalar bor. Hammalar mushundaq ixtisos odamlarga muhtoj. Shundaq odamlar bo'lgan vaqtda urug'chash qilayotgancha qolgan bolalarga tarbiyalik bo'lgan. Bo'lsa, karvon to'ridan hamkorlashingizni qizg'in qarshi olamiz hamda har qanday shartingizni joriy qilib beramiz. Amalga oshirib beramiz demoqchi. Shartingiz bo'yicha sizga yana shu maktab sharoitini, shu maktabning rasmiyatlarini bijirib, shu ishlaringizni yurishtirishga yordam qilamiz hamda hamkorlashni xohlaymiz. Rahmat sizga. Endi bir qistim qilib aytib kelsam, mening bu kompüter tarbiyalash markazini keyin bir xalqarалық darajadagi Uyg'urning
kartoni o'yinlarini xalqaro chiqaradigan bir qurib chiqish maqsadim bor. Buningda men bir boy olib, oliy mashina haydab olsam, yoki aniq saviyada yashab olsam degan maqsadim yo'q. Nabijon, av qanday baho berdingiz? Bo'ldi. Yaxshi ya. Yaxshi. O necha minutlik narsa deganda xeli kuch ketib bu oylik odatdagi bizning rasm loyihalariga qattiq o'xshamaydigan ish bu. Xeli kuchlan chiqadigan filmlar o'liqi. Bu degan to'g'ri. 1 yilda 2 yilda masalan bir karton 1 yil 2 yil chiqmaydi. Mumkin emas chiqolmaydi. Bek murakkab deb anglaganman. 7 yil 8 yil bundaq jiq tashkil qilmasa bu narsa nurg'un odamlar qilib tutadi. Buningda nurg'un texnik hamda buningda kompyuterniki qattiq detallarga bo'lgan talabi qattiq yuqori. Odatdagi 10 ming oylik 20 ming kompyuterlar sevmaydi buningga. Buningga shu Mac Pro degan kompyuterlar va almaniki. Buni nim deymiz endi ingliz Mac Pro degan Logitech deb qo'ygancha. Masalan, ashlarning eng yuqori ilg'orliq 60 ming ko'llik mana kompyuterlar qanday bular qo'shaqida. To'g'ri, karton ishlash uchun kompyuterning safini yuqori bo'lish kerak, lekin men odam tarbiyalab bizning qo'shnilarimizni yetishtirilishda Texnik muhim. odatiy kompyuter bo'lsin bo'ldi. Endi siz bu ishni qilish uchun o'zingizga tayining. O'zingizga tayanmasangiz qaddiy bo'lmaydi. 30 minutlik qashында filmni ishlash uchun qanchalik mablag' xuraydi? Bunun odatda kartonlarni men kunlab yoki imkon emas, o'qishdan tushgan, shirkatdan praktikdan tushgan vaqtlarimda kech kunduzlab ishlab chiqqan narsa bu endi. Samvi degan uyg'urcha nima deymiz? Kuchlanlik desak bo'ldi. Ha, uni qila olamsiz. Qila olmayman. Demak, siz o'zingiz qila olmaydi ekansiz. Shu maktabni o'zingiz qura olmaydi ekansiz. Mani biz korxonchilardan talab qilganingiz meningcha to'g'ri emas. Hozir butun e'lon shirkatlari bas-bas. Bütün ilan şirketleri şu 3V ilanını kiriştirdiğin adamga muhtaç. Bütün ilan şirketleri şununla muhtaç. Men sizge ilandan zakaz düşürsem buludu. Meyli kartondan işlep birin, meyli 3V'den işlep birin. Qandada işlep besiniz. Men sizge düşürsem, 2 tane düşürsem belki 1 talik 20 mingdan boş, 2 talik 40 ming, 30'dan boş 60 mingga düşürüşüm mümkün. Müşahidik karxançılığın hemmesi birden lazım boş neç pul oldu. Çoxum buningda siz o'zingizga tayining, bizga tayinmayman. Raz shurikingizga niqbaqan zot sizning o'qituvchi maktabga pul topqingiz bormi yo cho'ngish qilganingiz bormi? Mening maktabgacha Raz gapni davr. Pul tepib shu pullarni yaxshi ishlatgach, texmo cho'ngish qilib, oxir hisobda umumiyatni yaxshi qilgan bor. Men g'oyib bo'ludi-ku, lekin g'oyangiz shunday yaxshi-ku, lekin nayt g'oyibiy bo'lib ketmaydi-ku. Kompüter uchur davri taraqqiyoti intayin tez. Abay siz degan Maya deydi, 3D Max deymiz, 3 o'lchamlik. Undan boshqa Unity'dan tortib men ko'rgan. O'zim qiyirishib baqqan, puxta bilmasam uchun. Bir filmning qo'nchoq film deymiz, yo bo'lmasa e'lon deymiz, qancha jafo ishniqalik bilmayman. Ham bu sohadagi taraqqiyotning sturt intayin tez. Siz hozir cho'ngish qilaman dedingiz. Bir o'quvchilarni tarbiyalab ketishingizga 3 yil yetmaydi. En azından 3 yıl içinde nurg'un texnika almışdı. Mesela şu rayonumuzda en uçur texnikası terakki kılıvatkan Milli Karxananing başlamchi olayotgan qorliq şirketi var. To'g'ri. Buni bilsiz yo'qmi? Bular ashta ixtisoslik odamlarning kamligidan o'z tarbiyalashni ilib bordi. Uda tarbiyalayotdi. Agar sizning maqsad muddaringiz aniq bo'lsin, iyilik tiklab cho'ngish qilma deydigansiz, obayingiz qo'lingizni baka bitta o'na. Menmu sizga zakaz tushasam bo'ladi. Mush e'lon loyihalash kasb orqali siz yilda 1 milliondan jiq savdo qila olasiz. Rahmat. Menmu dastlabda ushbu yumshoq detallardan shug'ullangan. Endi sizning qilayotgan ishingizga nihoyat zo'r kuch ketadi. Boya korxonchilar degandek, men eng oddiysi siz shu ishlagan qo'choqqa rang vermoqchi bo'lsangiz, cho'qim go'zal san'at va kompyuter undan bilgan odamdan bir bo'lish kerak ishingizda. To'g'ri. Undan keyin uning masalan bir suvni yasamoqchi bo'lsangiz, cho'qim ximiyani yaxshi bilgan odamdan birisi bo'lmasa olmaydi. To'g'ri. Agar unga harakat kirgizmoqchi bo'lsangiz, fizika va undan boshqa biologiyani bilgan odam bo'lmasa olmaydi. To'g'rimi, xatomi? Shunglashqa, endi mening taklifim bu yerda siz hozir tarbiyalashga kirishib ketmay, avval boya degandek o'zingiz korxonchilar bilan hamkorlash jarayonida o'zingizni qudrat topqizing. Faqat o'zimiz iyilik tiklaymiz emas, hamkorlash tiklaymiz. Hamkorlash bir ish qilamiz desak, texnik cho'ng ishlarni qila olamiz va tez bitiralaymiz. Shundoq ashnoq ruh bizda bo'lgan ekan, undan keyin bir natija qozonamiz. Elektron sohasida shu o'lchamlik ishlarga bek endi ajdimiz shudir. Bundan keyin qanday ishlar bo'lsa sizni izlab sizni qo'llasak, sizga zakaz tushasak bo'ladi. Rahmat.
Sizga beradigan bir qancha tavsiya bor, shuni bir berayman. Bo'ldi. Bu odamningki zehniy quvvatini chekli qiluvchi bir formula bor bu yerda. Ya'ni qalbi bilan shu zehn yoki yo'linish uchisining munosabat to'g'risidan. Endi shu qalbi nimaga teng deyilgan vaqtda energiya bo'lib o'tilgan yo'linishniki kvadrati. Masalan, bir odamning energiyasini biz 1 deb faraz qilsak, bu butun energiyani bir ish qo'ygan vaqtda bu bir bölümümüz 1 tang 1 degan gap 100% degan gap. Demak, hamma energiyani ma'lum bir odam bir ish qo'ygan vaqtda buningki qutqazilish nisbati 100% yiqilishdi degan gap. Unda qolsa, biz shu ikki yo'lnishni tanlaylik. Ikki yo'lnishni tanlasak, 2 ning kvadrati 4. 1 ni 4 ga bo'lib olsak, 0.125. 0.125 degan 25% degan gap bo'ldi. Demak, mening tavsiyalarim sizga shu bir ish qilma aytgansiz, yoki bo'lmasa tarbiyalash markazi ichib shu bolalarni tarbiyalang. Yoki bo'lmay qolib cho'ng ish qilma aytgansiz, o'zingiz avval puxtalab, undan keyin musha degandek boshqalar bilan hamkorlashib qilsangizmi kechikmaysiz. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi. Yaxshi fikrlarni dedi-ya, ko'pchilik. Bo'ldi, shu akadlarning degan gaplari bo'yicha menimcha keyingi qadamni qanday qilishni o'zingiz yaxshi o'ylashdingiz deb qaradim. Keyin ishlar reallikqa aylansin. Sizga utuq tilayman. Tush markaziga marhamat. Ila tashlaymiz. 3, 2, 1. Karg'anchilar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cami erishgan bilet sanınız 194. Ahmetlik arzu ikisini talash etkilige kirmaydigan bo'ldingiz, lekin yaxshi taklif fikrlarni anglab oldingiz. Bundan keyingi yo'lingizda texnik mazmun qadamlar bilan olib qarab menishingizga tilakdoshman. Rahmat. Sizga rahmat, xushalik tilayman. Qadrli ko'rman do'stlar, biz navbatda faxriy shirinch programmamizdan talayli ko'rminni olib chiqamiz. Qani cho'ng ekranga marhamat. Cho'ng ekran aylansin. To'xtasin. Talayli ko'rminimizning telefon nomeri bo'lsa 138 99 shirinchush 91 13. Muborak bo'lsin. Biz bu talayli ko'rminimizni Xinjiang Oltin Guhar xalqaro so'lchak shirkati ta'minlagan 500 yuan qiymatidagi Oltin Guhar dengiz jonliqlari yurishlik kirim buyumlaridan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Cho'ng ekran aylansin. To'xtasin. Talayli ko'rminimizning telefon nomeri bo'lsa 152 99 shirinchush 14 90. Muborak bo'lsin. Biz bu talayli ko'rminimizni Xinjiang Al-Nuri yeziglik taraqqiyot chek shirkati ta'minlagan sof tabiiy qora un va yuqori oqsilliq un jawhariy qatorliq yurishliklar bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Жақсылық деп жан жақтан атасы
Suluv qiz. Yaxshi ba? Жақсы. Ating kim? Айдидар. Aydidar. Uyg'urcha söyleysin ba? Сөйлей алам. Yaxshimisilar, karxanchilar, naq maydondagi ko'rmanlar. Men Xulja audandan kelgan Aydidar Alg'atay qizman. Hammanglarga qutlug' salom. Aydidar. Chiroyli qismkan. Arzuyingizni anglaylikmi Aydidar? Dadimiz bizning kichik vaqtimizni tashlab ketgan. Chunki dadimiz uyga nima aroq ichib, uylarni chaqirdi. Biz aşı nimaga chidamay, ufqan bir ishida dadam bizni tashlab ketdi. Apam bizni bir yiq dada, bir yiq opa bo'lib mushunchalik qatorga qo'shib baqdi. Apamga rahmatimni aytaman. Arzuyim boshqa ota-onalar men o'xshash bolalaringizni yetim qilib tashlab ketmasanglar deb orzu qilman. Mening opamga chin yurakimdan rahmatimni aytaman. Men rasmini yaxshi ko'raman, usulini yaxshi ko'rdim. Meni 8 yoshimda usulga bergandi. Dadam usul o'yinsang bo'lmaydi, rasm chizsang bo'lmaydi deydi. Yana rasm chizib kesam, rasmlarimni yirtib yutadi. Men yosh vaqtda yuragim par-par bo'lib ketadi. Shunchalik yaba chekib rasm chizsam, o'zim yaxshi ko'rgan narsaga qatnashsam bo'lmaydi deyman. Dadam deydi, sen degan unda narsaga qatnashsang bo'lmaydi, rasm chizsang bo'lmaydi. Sen o'qimayman, sen o'qitmayman sendek bolani deydi. Ashuni aytdim, men opamga dedim, opa biz qaysar bo'laydi, dadamizni ajrab ketaylik dedim. Opam ishkisi ajradi. Yana shu ko'rmanlarning ishida o'tirgan mening opamning do'sti bor, Dilbar odam. Dilbar xonim. Men sizga deydigan bir yig'iz gapim bordi. Siz bizga cho'ng yordam qilib berdingiz. Meni opam o'xshash, siz menga yordam qildingiz. Men bu ishni chiqaman deb o'ylab boqmadim. Meni shikrat mushaga tizimlitib chiqardingiz. O'zingizning qizingiz chiqmasinmi, meni mushaga akilib chiqardingiz. Sizga rahmatimni aytaman. Men shu saqinga sizga siz mening opamga o'xshash. Men sizni opa deb chaqirsam bo'lamda. Opa, rahmat sizga. Oye. Dilbar xonim, qozoq miltidimi, uyg'ur miltidimi? Qozoq xonim, qarshi olamiz. Qo'shni xulumlar o'tirsizki, mehr-muhabbatni odamni bek suyundirdi-jimi? Qo'shni xulumlar shu urug'ni qanday bo'lib ketdi, ha? Rahmat. Bavrum. Rahmat. Bo'ldi. Undaqda sizning arzuyingiz, apangizga rahmat aytib oldingiz. Dilbar apangizga rahmat aytib oldingiz. Onundan boshqa dadularninki mas'uliyatchan bo'lishini umid qilgan arzuyingizni deb oldingiz. Endi Apam kelgan. Apangizni chaqiraylikmi? Bo'ldi, Zumrat. Bu yoq bo'lsa, Aydidar qizningki opisi bo'ladi. Bayatım işede kızın oynağı usullarını görüp, benim kızım usulü pek yaxşı oynaydı, pek bez oynaydı. Kiçikiden tatbaşı öyle bir tal DVD var. Şuna müzik çıksın usul oynaydı deydim. Küçük bir salmaz yerkiz yetersiz. Сәлеметсіздерме, мына отырған көрермендер, және отырған карқанлар, және бізді көріп отырған бүткіл көпшіліктер, қызым Айдидар атынан рахметімді айтамын. Бұл сахнаға шығады деп қызымды мен ойламағам. Kızınızın sizga deydigan gapi borki, anglab baqaylik. Apa, siz meni mushunchalik yo'g'on qilib baqdingiz. Rahmat sizga, men ko'rganim o'zini umidingizni aqtayman. Men o'shunchalik qiynalib baqqaningizga rahmatimni aytaman. Rahmat ana. Rahmet balam. Ana деген баласын үкілеп бағады. Ана үкілеп бақпаса баласын қалай бағады. Мен сенің әкең жоқ болса да, бір ұл бір қызым бар. Екеуіңді құрсағыңды аштырмай, киімің жалаңаш қылмай, бағуыны тырысамын. Рахмет. Rahmat apa. Bo'ldi. Endi karxanchi akalarninki yerlarning gapini anglab baqamdik, Aydidar. Resmigul. Assalomu alaykum. Alaykum. Abay yalqi dediniz, endi siz abangizning pek jafo tortdi. Bir tijorat qilamdi, qilmamdi.
qilmaydi. Biz apam nima uyda biroz qurt birimlarni sotadiganti. Oda bo'lsa, sizlarning keyingi iglik tiklishinglar uchun men sizlarga 5000 ko'ylak mahsulot beray. Bunda dishimsab oldin doram men bosh bo'lg'ida bir qizchaqqa men 5000 pul beray degan. Desam, o'zim men o'z oldim iglik tiklayman. Ben şu pul almayman, mal biringlar dedi. Shundan suyundim. Adam biz şu malı bir yerim yolga kep bo'lguncha şu malni setib olibdi shu yerda. Bu bir iliq ilk tiklashga shular irodasi bo'lsa, apal shu tishib qilolib qolsa, men 5000 ko'ylak mahsulotni berib, shuni setib dasmi qilsin. Onun sirtida men bir qism materiallar bor. Ayollarning ilk tiklishiga doir. Bu o'zimiz chiqargan. Shunga shu bizga shu kitoblarni so'q qilay, shularni bir napitib qolsa ajoyib masalaga. Bu men kichkina yordam. Rahmat. Usulingizga ko'pdan ko'p rahmat. Hammamiz shunchalik o'zirlandik. Shunday yaxshi o'ynaydi ekansiz. Bizning Kanadadan kirgizayotgan Jameson mahsulotlardan 2000 yuanlik sizga sovg'atim bor. Rahmat. Bizga o'ynab bergan qozoqcha usulingizga rahmat. Apangiz haqiqatan qaysar ekan, 2 balni beqib mushalit yetibdi. Shunga men bizningki Shinjon Meteor xalqaro suv cheklik shirkatiga vakolatan sizlarga 5000 yuan naqd pul yordam qilay. Rahmat. Sizning kelgusida nima bo'lgansiz bor? Bir usulchi bo'lgan batdi. Sizning ham demiş shu usulchi bo'lgansiz bor. Shundaqmi? Unda bo'lsa siz hozir g'ulji qayerdan? G'uljini o'zida. G'ulji o'zida. Ashada masalan tarbiyalash kurslarini aloqalashib baqdingizmi? Yo'q. Endi shu yerlarda o'zingizning o'qishiga ta'sir yetmagan ahvol ostida shu yerlarda endi kurjuklarda kurslarda usul kasbini pishiqlab to'liq o'rganish orzuyingiz bormi? Bo'ladi. Oldi bilan maktabdagi o'qishingizni birinchi o'rin qo'yishingizni umid qilaman. Lekin hamda odamda ulug' bir g'oya bo'lsa, shu g'oya uchun tirishidi. Buningga sizniki orzularingizni besishga bo'lmaydi-ku. O'zingizning erkinligi. Endi men o'zim G'uljidan bo'lsa, men rus yaxshi qilib aloqalashib bersam, sizniki shu kelgusida bir yaxshi usulchi bo'lish uchun siz tarbiyalash, shu kasbda tarbiyalashingizga Shinjon Oltin Gavhar xalqaro suv cheklik shirkati nomidan biz yo'l ko'rsatib, xarajatlaringizni chiqarib yordam qilgan bo'lsak. Kişimizden nurgun kısmetler şu kapsız hayatta şu insan hayatta kadem koyduk mu biz nurgulluğun imtihanla kuşkayımız şu. Bu imtihan çokum verimiz. Bu çokum imtihanı üşümüz gerek. Şu an her kanda kısmet gelse çokum aşının karşı alette küreş kılan. Çokum şu vaktin yüzde şu bezim sizin pıtısının aslında bulundu. Siz şu can kalıp kazanabilirsiniz. Aşı bezimle siz bezi varsa siz kapanmayısınız. Şuna bundaki katliyle boşkanman, coşkun dağılışan. Şuna sizdeki müşir adınızga, bizdeki ürümcü kuterpen takım şirkette sizdeki bundaki öğrenişinin yaşamış için bir dana hatırı kompüteri soğat kıldı. Rahmat. Qismatliga siz pek ağırınıp ketmey, shunday qaysarligingizni davomli joriy qildiring. Bizningki Elnuri Bashtan Xalisab tabiiy o'yinchiligimiz G'uljida bizningki G'ulji shahrida setish o'rni bor. Men eli chiqqandan keyin telefon nomerini yozib beray. Sizlarning oilaning 1 yillik shu sab tabiiy unga bo'lgan ehtiyojinglarni Elnuri shirkati ustimizga olaydi. Rahmat. Sizning apınız uyda süt mahsulotları, ya'ni qurutni o'zi yasab sotadigan shu kichik tijoratlar ancha shug'ullanadigan to'g'riliq gap qildingiz, a? O'zimizning chay tuzni ajratdi. Sizlarning ash qurutni sifatli qilib yasab bizning Qashqa Aytga Ixlos Tanlo bozorimiz bilan Yakin Shangmoching Sodi shaharchasiga joylashgan Ixlos Tanlo bozorimizga selib sotili. Oldidan 5000 yuanlik oldidan alay. Chunki sutini ko'rmaganki undan cho'ng elish menimcha to'g'ri emas. Shu 5000 yuanlik elib sotgandan keyin suti yaxshi chiqsa, davomli bizga avatib biringlar sotili. Rahmat. Bo'ldi. Undaqda sizning apangiz bilan birlikda xo'shal-xo'ram turmushga tushishingizni umid qilman. Umaq qiz tish markaziga marhamat. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1.
Karxançılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En ahırda erişken bilesanınız 229 numar. 229 biletga erişdiniz. Buldu. Sizlarga xushalik tilaymiz. Rahmat. Xo'sh. Assalomu alaykum, hurmatli Karxanchi ustozlar, naq maydondagi tomoshabinlar, televizor ekran oldidagi aziz ko'rmanlar. Men 90 yoshga kelgan Hashim Umardan hammanglarga o'tli salom, eng oliy ehtirom. Hashim efendim, qarshilamiz. Qanday arzu bilan keldingiz ekan alab baqaylik. Shu 1984-yildan burun bir sog'lom, aytib bir g'amsiz o'tayotgan bir yosh edim menda. 1984-yil 10-oyda shu qo'limni zavod yeb ketdi. Nima bir qo'limdan ayrildim. Shunday qilib oradan 7 yil o'tib ketdi. Allohda shu atam kasal sababidan atam olamdan o'tdi. Yashashga bo'lgan umidimizni aytib susashdi. Bu sababli men bir qiz bilan tanishib qoldim. Hozirgi ayolim bilan biz to'y qilishga bitishdik. Bu ayolimga endi shu ayni vaqtda bir qo'limning yo'qligini, ham iqtisodning yo'qligini, uy makonimizdan olib ketgan ahvollarni degan vaqtimizda bu ayolim endi hech qisi yo'q. Shu xo'shal-xo'rab o'tgan bo'lsak, shu jafo mashaqqatga chidab, xo'shal o'tsak, men putingizni put, qo'lingizni qo'l bo'lib, bir umr holingizdan xabar olaman deb meni shunda bir hayajon soldi, ham shunda bir yig'lab o'tdim, ta'sirlandim. Shunda qilib ayolim hozir shu 3 o'g'il farzand tug'di. Uyda ayollik burchini, bolalar uchun onalik burchini zimmasiga olib, ama şu 25 yıl endi mende bir mayitniki aldım, xabar elib keldim. Bu to'g'riliq men shu ayolimdek aqko'ngil, vafodor bir qizni boqib cho'ng qilgan shu qaynonamga ham shu aqko'ngil ayolimga chin yuragimdan rahmat aytaman. Rahmat sizlarga. Hammamizni suyundiradigan bir arzu bilan kelsiz aka. Yangimizdan bizmi shundoq suyundik, shundoq faxrlandik. Haqiqatan bu bizni suyundiradigan inoq oilangiz borga aka. Oilanglarning inoqligidan, baxtligidan shundoq suyunyapmiz, davomli shundoq bo'lg'ay. Endi sizning demak arzuyingiz shu ayolingizga rahmat aytish, shundaqmi? Shunaqa. Hem şu şirin programımızı sahnesinde durup ayağınızga hem ayağınızla bekli çoğunluğun kaynanlarınıza rahmet ettiğini tepsiz. Ben onundan hoş buldum. Adam çok minnettarlıkını biliş gerek. Bizden cemiyetimizde sağlam olan adamlar karganda ruhi cihetten o meyip bulmalık için cemiyetimizde hiç kim yük olmay. Hatta başkaları yardım kılalaydan sakavet ilgilerden olup yaşavatkan acayip paraset ilgilerimiz etrafımızda baklarımızca. Tursun Ma'lumni aytgan talab bilan o'zim fikrni bayon qildik. Endi turg'un kishilar bilishi mumkin. Tursun Ma'lumni nayt vafodor bir Tursun Ma'lumniki oilasidami uzun yillardan beri o'zi hem hem dada bulup beqilayotgan suyumlik ayoli bor. Yangimiz og'rib qolgan uzun yillar bo'ldi, lekin Tursun Ma'lum izchil turda intayin yaxshi qeyrinlishi sifatida ayolini shundoq yaxshi kutyapti. Yana xizmatini yaxshi ishlayapti, ijtimoiy faoliyatlarga qatnashyapti. Jamiyatimizda mana shundoq erkaklar nihoyat ko'p. Tursun Ma'lum bir olqish beraylik. Siz bu hazırda bir vaqada bir bilimde ağrıdım dediniz. Bu yeptiqin derdini ben tartib bakkan. Ben qatnash vaqtasida hatta ki bir baştan bir taraf usulib ketib. Baştan şu yerde kadın çıktı. Benim tartib belish jarayonida hatta ki başını direktli bağlab traktörün başına aksını tartib etib chiqargan. Ben şu vaqtda doktorxona qada bağlab o'qimayman. Ben şu vaqtda bir aylıqda doktorlar bana o'qimaydi, bu hayot qolmaydi deb ekan. Lekin men yashayman dedim. Ben şurada çapıp burada o'tira olishim o'zi bir cho'ng ish degan. Bazı vaqtda benim kechga o'tishni istayman. Çünkü ben başlarda uzak durup gitmeyim. Hatta bir yerde bazen 3'te turuştumu ben ayıp geldim.
Çünkü başında bulunduk bir tane. Adette başka bir otursa ben oturmam. Yani. Bunu bizim kendi konumuzda. Ben bilmemez. Ben sağlam adam desek sağlam bulduk kendimiz. Biz bir de bunu tembelsek belki ben bu budak desek turuşu mümkün olmaz diye. Şu an sizinle gayret kılıp 5 dakikamda bahsedip çıkıpsınız. Şu iradenizge ve bizdeki Şincan Özgürlüğü Sosyal şirketi bazı sağlanan özgürlüğün marksistiki. Yürüyüş mesafenin en bazı çiftlik mesafenin 5 koyduk birey sizdeki bu ilgilik tikilişinizge, dükkan etişinizge yardımı bolup kılış mümkün. Bu da muvaffakasız plan diye başlıyor Toğsu'da seçiş ordumuz var. Biz şu şarkılarla alakalı bir şarkı elvasız oldu. Buldum, rahmet. Birazdan daha söz şeyler. Ondan sonra sizin minnettarlık duygunuzun boğalığı belki yaxşı bayan tursun malumu dedi. Endi ayağınızın ki şunçalik yaxşılığını bilmey, minnettarlık duygusu bulmay ötüp ketken bolsanız onu işim değil olmaydı. Zola bunu rahmet et yoki minnettar bol değil olmaydı. Demek muş duygunuzun ki muş hissiyatınızın boğundan intayın söyündü. Endi benim soraydigan kichkina şahsiy savolim bor. Ayalımız yani yengimiz şunday yaxşı mehribanlık bilan muomala qilibdi, siz shunday suyunibsiz. Orliqlarda yengimizni xafa qilib qo'ydigan ishlar bo'lmagan aka? Ya, hozir men nahayat bir suyunib shunda xush bo'lyapman. Ayolim har qatam shu bir ishdan kelgan vaqtimda uyning qishida kelib shunda bir yeri charchab keldim. Ammo uyga keladi-yu. Ballarım qo'sqonlar ochganda birdam saqlab turib tamaq etay dedi. Men o'tirib shunda suyunib ketdim. Shunchalik vafodor, shunda kuyimchan ayolimning bo'lganligidan shunchalik hayajonlanib, ba'zida yig'lanib ketaman. Ha, unda bo'lsa yaxshi. Yangimiz keldim bugun. Keldi, biz nihoyatda xushal qo'ram, inoq o'tamiz. Ajab yaxshi. Yangimiz bilan bir ko'rishaylik, Zumrad. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, bu yoq bo'lsa kiyimchan ayoli gulchalarimiz bo'ldi. Ko'pchilik bir salmozni olib dedi. Assalomu alaykum, Shamsiyat. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Qarshimiz. Rahmat. Ko'pchilik sizni ko'rib shunday xush bo'ldi deydimu. Undan boshqa o'zingiz shunday chiroyli turibsiz. Bayaq hikoyalarni anglagandan keyin bizning ko'zimizga texnik chiroyli ko'rinib ketyapsiz. Nayt mehribon, nayt vafodor bir ayol ekansiz. Sizdan bek suyundik. Endi hozir bayan yo'ldishingizdan bir savol so'rsam men qattiq xafa qilmadim deydi. Ablah sizni xafa qilgan ishlar bo'lmaganmi-a? Yo'q. Izchil ishlar inoq o'tib kelyapsizlar. Shunday yaxshi yutdingiz. Ajab yaxshi. Ayni vaqtda sizmi sizlar turmush qurgan vaqtda keyingi kunlarimiz qanday bo'ladi deb ansirab o'ylashgan ishlar bo'lganmi? Bo'lgan. Qanday yengdingiz bu g'amlarni, bu andishlarni? Bir uydagi mehr muhabbat ko'ngildan suv ichadi. Shunga chidab boshladik. Uydagilarni dastlabda Hashim akam bilan to'y qildingiz degan vaqtda uyingizlarni darhol qo'shilganmi yoki qarshi fikrlar bo'lganmi? Qarshi fikrlar bo'lgan. Qanday bir taraf qildingiz bu masalalarni? Buni shu ishimiz yengdik. Ishinglar bir niyat bir maqsadda yengibsizlar-da? Ha. Eng oxirgi savolim, siz baxtlikmi? Nayt baxtlik. Chunki mening shundoq bo'lmoq 3 balam bor. Rahmat sizga. Nishada yana bir so'zni ta'kidlab qo'ygim keldi. Hashim akamiz bayatdan shu bir oylik ishida bek yaxshi yashaymiz, farzandlarim bor dedi. Hozir bularningki cho'ng o'g'li shunaqa 20 yoshga kiribdi. Hozir Beyxuliyan Ko'mirkanda xizmat qilyapti. Uyga xili zo'r jihatda iqtisodiy yordamlarni qo'yibdi. Undan boshqa ham shu Hashim akamiz bilan xo'jamadimizmi o'zlari yana ushaq tijoratlar bilan shug'ullanib, uyning iqtisodini qamday ekan. Bo'ldi, rahmat Zumrad. Zumrad keyin turib yaxshi bo'lishibdi. Unda bo'lsa bu yangimizningki eng oxirgi gapi menga bek ta'sir qildi. Men nayt baxtli dedi. Baxt degan nima? Baxt degan sezish. U o'zi baxt sezdi, his qildi, demak u baxtli. Undan boshqa bayon degandek hozirgi iqtisodiy sharoitlar burunqidan yaxshi ekanda aka. Ushaq tijoratlarni Shu bay yashab endi jiq pul topib yashab ketolmagan bo'lsak-mi, har holda normal ahvolda normal turmush kechirib, nahayatda xushal qo'ram inoq ketib qolamiz. Har xil kirim manbalar bor, shundaqmi? Ha, bor. Bo'ldi. Mening deydiganim o'xshamasligi mumkin. Sizning bu she'ring tushingiz bu sharhning kelishdan burunla amalga oshib bo'lgan ekan. Chunki ayollik muhabbat bu oilaning asosi. Xotinning g'ururi bu oilaning quram tomlari. Ana, dada birlashib bu oilani ilita oladigan kuch bo'la oladi.
sizning bir oilani baxtli, shunchalik iliq oilaga cho'mdiradiganingiz o'zi bu sizning ayolingizga bo'lib qolmay, farzandlaringizga qilgan minnatdorligingiz. Shunga bu tushungiz oldiburun amalga oshib o'tdi. Agar o'zingizning texnik iqtisodiy ahvolni yaxshilamoqchi, bir iyilik tiklash irodingiz bo'lib qolsa, bizning Şinjan Royal Kooperativ şirketi Kanada Jameson mahsulotlarining 9 o'zingizning diyordagi vakolatchiligini sizga berishni xohlayman. Sizga yo'layman. Rahmat. Sizniki oiladagi mehr-muhabbatlik, inoq oila turmushingizdan suyundik. Biz Mashrab shirkati sizniki shu vafodor ayolingizga qabul qilsangiz bir dona to'liq avtomatik kiralg'i bilan bir dona xamir yug'irish mashinasini bir ko'ngil sog'is qilib kelib Rahmat. Biz Amatör Xalqaro So'z cheklanish shirkatimiz yaqinda ishlab bozorga selayotgan Ochil markasidagi yurish mahsulotlarimiz bor. Agar xohlasangiz biz shuningki 90dagi setish huquqini sizga bersak bo'ladi. Rahmat. Andi Hashmaka. Şirin şunuz reallik aynı buluşnak o. Endi sizga texnik konkret bo'lgan reallik aylanış usulini tap beraman. So'ngra yengimizga qarab turib naq maydonda minnatdorligimizni bildirib olsangiz bo'ladi. So'ngra Bo'ldi, undaqda Hashmakamiz sizga naq maydonda o'z minnatdorligini yetkazmoqchi. Pek cevap attınız, rahmet sizge. Belki pek azlıklar değil bu rahmet. Bo'ldi, rahmat. Ko'pchilik hammamiz bu baxtli oilaning intayin suyundik. Ko'zdagimizning tush markaziga marhamat. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1. Karxanchilar. Son 11, 12. Jami erishgan bilesangiz 242. Muborak bo'lsin. Akmallik orzuyingizni talash o'tkazilgan. Qadam qo'ydigan bo'ldingiz, muborak bo'lsin. Aylanlarga texnik huzur baxt tilaymiz. Rahmat sizga. Assalamu alaikum, karxonachi ustozlar, Şirinçüş sahnesindeki barliq ishchi xizmatchilar va tomoshabinlar va televizor oldidagi ko'rurmanlar, hammalaringning teniga salomat, xizmatiga utuqliq, ko'ngliga shod-xuramlik baxt tilayman. Urumchi o'g'li Adil Musa. Bugun men Şirinçüş sahnesida keng karxonachi ustozlarga texnik şekillenip bakmagan iqlim elektr stansiyasi, su elektr stansiyasi to'g'risida azroq tushuncha beraman. Yordam kerakmi? Bu elektr stansiya yuqori iqlim yuqori iqlim, töven iqlim deb ikki xil iqlim shakllangan. Üstünki sang, astınki su sang. Sangdan koyup etilgen su, 4 tane 2 metrini aylandırıp, düşüp çağıpelekini aylandırgandan keyin 2 tane su maşinasını hareketlendiriyordu. Bu 2 tane su maşinasından örülüp çıkıp, 2 linealik, 2 tane çağıpelek, 4'ten 8 tane 2 metrini aylandırıyordu. Cemi 12 tane 2 metrini aylandırıyordu. Bu çok tipki elektrik stansiyası, 1 linealik elektrik stansiyası. Bu 1 linealik aile elektrik stansiyası. Ama şekillenişi okşaşlı oldu. Bunun da yukarı sang, töven sang, bunun da oturda malum urun boş. Meyada çağıpelek,
Ma çakpelek ma 2 tane su içtiriş maşinesini hareketlendirgenden keyin su aylanıp çıkarıp ma yukarıga çıkadı. Bir yerde 4 tane 2 metre var. Bu 2 metre hem de hemimiz 2 metre dese her bir kerhanacı ustazlarının göz aldığı keldi bu. Bunun da bu aile iliktir isterse menimce kuruşka men hem de muvaffak dep qarayman. Bırak yurtuş, istiş, tamak etiş, bütün bir ailedeki hem işini mükemmel halde energiya yetkizip beradi. Hem qolgan kerxanachi ustozlarimiz hem de hemkarlashishni to'g'ri topsa hemkarlashsak bo'ldi. Hava muhiti yoki suv muhitini bulg'amaydi. Bu su elektr stansiya. Bunun da normali iklim şekillendirip koysak, bu bir katımlık jağılgan su bilen bir yılda yoki 1 tonna yoki yarım tonna su qo'rashla şekillendi. Başka hiç qanday şekillenmeydi. Bunun şu davamlıq sılıqlaşmayılam ketedi bununla. Bizden ketedigan çıkım şu. Her qanday bir ot elektr stansiyada bo'lsin yoki shamal elektr stansiyalarida bo'lsin, bununla sılıqlaşmayı davamlı qachilanib turadigan. Ama bizdeki bu elektr stansiyamiz oiladan tortib taki yuqori o'rinlargacha kengaytishga bo'ldi. Bu yoki muhit bulg'amaydi yoki bo'lmaydi, insonlarning sog'lomligiga ta'sir yetkazmaydi. Bir qatim mablag' solish bilan mangu ishlatishga bo'ldi. Korxonachilarimiz qanday fikri bor ekan? Kichik bir elektr stansiya demoqchimi aka? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu elektr stansiyami oilada ishlatiladigan uydagi turbining suyida tok chiqarg'ili bo'ladi. Shundaymi? Yo'q. Yaqin suv. Ya bu mana şu adette 1 metre kenglikte, 3 metre egizlikte oldu. Bunun ailenin suyu mu ketmeydi? Bu öz iklimiden örlü şekillendiriş arkalık aylanma haletini şekillendiriyordu. Bu mana bu işçiga qaçlab qo'ygan suvni o'zi aylantirib tok chiqirdi o. Tok chiqargan tok orqali suvni yana o'ziga aylantirdi, shundaymi? Yo'q, buningda hech qanday tok ishlatilmaydi buningga. O'z iqlimida o'rli şekillendirish orqali suvni aylanma holatini shakllantiradi. Suv nereden keladi buningga keladigan suv? Bu suv 2 tane ko'lchak var. Ustida. Mana bu yerda bir ko'lchak var, bu ostida bir ko'lchak var. Astidagi suv to'xtamay ustiga chiqib aylanib tushish orqali madani aylantirdi-ku haqiqatan. Zaş sxemadagi qurilmani bu iqimi deymiz, bu o't iqimi deymiz. Tushundim, mana ustidan suv tushish orqali akkumulyatorni aylantirdi ekan, uni tushundim. Lekin bu suv cho'qim bir boshdan kirib, bir boshdan chiqqanda aylandira oladi-ku deyman, bo'lmasa aylandira olmaydi uni. Bunun da 2 tane susan şekillendi. Birisi yuqorisan, birisi tövensan. Yuqori mana qarang, mavi su şekli ya. Mavi qizil rang üstünde turba hem metal şekli. Mana mavi sangdan aqqan su şu mo çaqpelikni aylandırdı. Bu çaqpelik 2 tane su maşinini aylandırdı. Su maşini bu 2 tane su maşinisinden çıkan su yuqoriga chiqib ikisi yana bir liniya şekillenip muvaffaqiyatli aylandirish orqali meyada 4 tane 2 metrni aylandırıyordu. Demek işçi qaçlab qo'ygan suv aylanish orqali aşı tok chiqara oladi demekçi. Hem suv aşını aylandirish uchun yana soğuk tok ketadi haqiqatcha. O'zining toki ketadi, sirtning emas men demekçi. Ya bunu bu tok işletmeymiz. Suv pes kuchib qoldi, ustiga qanday chiqdi? Mana mo ko'ldagi suv mo töven ekim bilen tushib mo çaqpelikni aylandırdı. Mo çaqpelek mo su 2 tane su ishtirish mashinasini hareketlendirdi. Bu 2 tane su mashinasi yuqoriga su yetkazib
yetkizip aylanma aletini şekillendiriyordu. Mexanik harakatam mı? Ha, doğru, endi düşendim. Bu Endi düşendim ha. mo çakbelikte mekanik çakı var. Ha, düşendim. Tushungan Bu bo'lsa savolim su so'rang. ishtirish mashinasida mekanik çakı var. Buning suretini mushu mekanik çakı orqali Suni shu ishtirib birdi ekan, tushundim endi. Ha. Buning to'ki muqim chiqishi sinalganmi, yo'qmi? ya buni taqa yasalmadi bu. Endi bu sizning hozirgi tadqiqotingiz o'zingizning tasavvuriga tayanib sizibsiz, to'g'ri. Lekin bu tok muqim bo'lishi kerak. Endi uyda televizor, kompyuter hamma narsa bor emasmi? Tok muqim bo'lmasa ishlatayotgan dazmol degandek bir narsani ko'ydirib qo'yish ehtimolligini yo'q degili bo'lmaydi. O taraf bildimmi, sinaq qilib bamnizdagi xaritasidan sizdingiz. Qara bu nayt oddiy narsa. Uni tushundim. Buningdan oqqan suv muqim holatda oqadi. Shunga to'g'ri muqim holatda chiqadi demoqchiman. Yuqori yoki to'g'ri oqmaydi bu. Bir xil avvaldan oqadi, ha? Bir xil avvalda oqqandan keyin chaq bilan bir xil aylandi. To'g'ri. Endi hozir men tushundim taqa. Buningki muqimlik darajasi nayt yaxshi. Buningga endi yasaladigan metallar biri datlashmas palat yasaldi. İkincisi ma'lum saymani ma'lum saymani alyumin yasaldi. Bu materiali deymiz, biz o'ylashgan masalalarni hammasini siz o'ylashib turib qildingiz aka, shundaymi? Aka, bu sizning yasagan dvigatelingiz mumkin bo'lmaydi. Mangulik dvigatel degan narsa hozir nurg'un olimlar qiyam qilib baqqan. Bu sizningki shuni o'zgartirilgan boshqa bir shakli. Endi mana bir narsa bor, sizdan bir savol so'ray. Masalan, 10 kilo og'irlikdagi suv 3 metr yerdan 1 metr yerga tushsa qancha og'irlikdan tushadi? Ben bunu hisoblab chiqmadim. Mana shunday bir hisob bor. Endi sizning ash suyingiz ustidan tuvanga tushdi. Tuvanga tushish jarayonida chaqpalakni aylantirdi, shundaymi? Aylantirib bu dvigateldan tok chiqdi. Endi tuvandagi dvigatel shu chiqqan tokdan foydalanib, o suvni ustiga chiqadi. Bu chiqqan tok o'zi nolga aylanib ketadi. Yana tushunmaysiz. Bu yerda qarang, bu yerda bir lam o'rindilar, bu oyda elektr istansiyasida birla o'rindilar 2 metr bor, ha? Töven iqimida 2 metr yo'q. To'xtab turing, men sizdan yana bir gapni aytay. Siz suvni 3 metr, ammaning yigizgina 3 metr dedingiz-ku. Hozir tuvanga 1 metr yerga tushdi deysiz, shundaymi? O 3 metr yerga ochiqish uchun uning kuch ketadi. Albatta. O kuch nereden keldi? Mana bu suv ishtirish mashinasi. O mashina ishladi dedingiz, shundaymi? Ustidan tuvanga tushdi, ustidagisidan tok chiqdi. Ostidagisidan tok chiqib shuni ishtirdi, shundaymi? Ya buni tok ketmaydi bu yerga. Nima orqali ishtirdi ustiga tokni? Qarang, bu chaqbelak shundaqmi? Chaqbelak aylangan vaqtda bu chaqbelakdagi kishilik chaqi, mexanik chaqi. Bir suv pompasi bor, shundaymi emasmi? Mexanik chaqi mo suv ishtirish mashinasini harakatlantiradi. Şu suv ishtirish mashinasini mexanik chaqi harakatlantirdi. Bu yerda harakat bo'lgandan keyin bu yerda xo'rash bo'ladi. Ondan keyin yana bir masala deb beray. Siz ba'zi narsalarni alyuminiydan, ba'zi narsalarni to'mirdan yasaymiz dedingiz. Oddiy bir gap deb beray. Suv tamchib yerga tushgan sari har qanday narsani teshib yuradi. To'g'rimi, xatomi? Siz buni birlik etim qilib qo'yamiz, buning hech qanday keyingi mablag' ketmaydi deb boshladingiz. Buni ichish ketadi. Bir ochgandan keyin bu suv qachilangan bakniki yemlik darajasi qatorliqlarni buning nurg'un kuch ketadi. Agar mashinangiz amalga oshirgan qolsa, bizning shirkatimiz mablag' selib birini yasab birlik bo'pti sizning talabingiz bo'yicha. Sizning shu deganingiz bo'yicha amalga oshib qolsa, biz shuning mablag' selishni xohlaymiz. Lekin hozirgi shu nazariya bo'yicha hisoblagan chog'da, hisob bo'yicha hisoblab kelsangiz, mayli fizika, mayli mexanika ilmi, mayli ximiya tushasingizmi, sizning bu qiyosingiz amalga oshmaydi. Unda Husan, o'zingiz deganga o'xshash, akimizning talabi bo'yicha sizlar bo'pti birini yasab beqinglar. Agar unumli bo'lsa, sizlar mablag' selinglar. Unumli bo'lmay qolsa, u chog'da akimizning qoyil bo'ldi, amaliy ishlab baqqan keyin shunaqmi aka? Qarang, buning uchun men qayta ko'rib, aynan ko'rsangiz bo'ldi. Har qanday vaqtda siz tabiatning qonuniyatini shunda siz har qanday narsaga bir kuch berdingiz, uningga cho'qim xo'rash paydo bo'ldi. Shundaymi emasmi? Uningga cho'qim yana bir yoqdan kuch berish kerak.
Yakında bizden bir Uyghur balımı müşterikle şugullangan. Yani su arkalık toq çıkardıgan ço. Bularning qilgan nima esa, masalan chet ellarda umumiy cho'ng tadqiqot. Dengizning to'lqini var ço. Dengizga urdi. Bu isrof bo'layotgan energiya deb qarilib kelgan xil bir vaqtcha. Mushu dengiz to'lqinining o'sha harakatlantirish kuchi orqali to'q chiqadi. Buni hozir umumlashtiryapti. Shamol energiyasi, suv energiyasi faqat shudan bor hozir. Bundan boshqa quyosh energiyasi bor. Mas sizdan hozirqida shunda mexaniklik to'p ketmaydi, yerning ustidagi suvni ustiga chiqish dedingiz, bu to'g'ri. Mexanik orqali chiqib ekansiz, lekin suvning ustidan pastga tushishgacha bergan kuch ustiga chiqishiga yetmaydi. Ben uzun müddet şu mekanik şekillengen olsun, elektrik motor şekillengen olsun, ben nurgulluğun 3 günler aldı da ben işlegedim. Ben sizge bir narsa dep berey. Bunun da suret küçeytiş, şu bir mekanik çakının rolü, suret küçeytiş bilen suret tizletişinin rolünü oynaydı. Alaydım da şu, sizden şu hazır devatkan çakınızda küçeytkiş bir xil ruh demay, bir xil qurulma bekitgan ahvolasida, demak siz texnik kuch verdim buni davası. Çünkü eğer müştərqiqatınızı qilib baqaydisanız, aş şirkatma qo'llasin bo'ldi, bo'lmasa men o'zim yenimdan chiqarib sizga yozib beray. Shuni sinab beqing. Siz bunu tushunmagan, men birlik karxonachi tushunsa bo'ldi. Men bununla bermayman. Bugun endi mana mishalda Şirin telegrammasdagi karxonachilar turibdi. Bunu tushunmadinglar. Buni da qarang, men sizga bir narsani deya. Siz 40 santim eqim shakllangan suv benzisidan tik shaklda tushgan suvni bir odam emas 10 odamga to'xtatolmaydi. Mana mushunchalik besim shakllandi. Bu elektr istansiyasi, oila elektr istansiyasi degan nima desangiz, mana bu ko'lning o'zida, ko'lning o'zida Muşunun güvenlik akan su nayet zor besim şekillendiriyordu manınga. Mandaqçı men şengidimde mesela Kanada'da Niagara'da dünya boyunca dağlık şakıratım var. Bu şakıratımın igiziga xillam dünya boyunca igiz. U yerdan tayyor suv chiqib turgan yacho bu. Mush suvdan paylanib to'q chiqaryapti hozir. Agar mush tadqiqotingiz unumli bo'lib qolgan taqdirda hamma biz shaqirab yotsak bo'ladi degan gap bo'ladi. Chunki tushayotgan suvni aylantirib bo'ladi degan gap. Bu yoki o'shdan talab qilmaydi, yoki daryo talab qilmaydi qarang, ha? Nati oila elektr istansiyasi 100 kilodan 80 kilogacha suv talab qiladi. Unda bo'lsa mana qilaylik aka. Mana qilaylik. Hozircha mundaq, men o'zimning shu fizika, mexanik ilmlar to'g'risida bilimimning to'limi tez ekanligini cho'nqir his qildim, xijillik his qilyapman. Shunlashqa men toza yaxshi bunga undaq deyolmayman. Menimcha naq maydondagi nurg'un kishilar bunga to'g'ri yoki xatoligini mumkin yoki mumkin emasligini bilim deyamaslik mumkin. Shunlashqa bizning javobimiz Mujassam şirkati bilan Ro'yab şirkati, ikkili shirkatning mas'uli bu elektr stansiyasini yasab beqishga qo'shildi. Demak, bu ikki shirkat mas'ul bo'lsin, yasab beqinglar. Unumi qanday bo'ldi? Biz uni keyin Sherin tush programmamizda javobini beraylik. Qanday? Undaqda aka, albatta sizning bu Sherin tushingizning reallik aylanishiga tilakdoshimiz. Ekran orqali bizning nurg'unlagan mushu sohadagi olimlarimiz, professorlarimiz ko'rgandiki biz bilan ham aloqa qilishishi mumkin. Mumkin yoki mumkin emasligini biz amaliy tajriba ishlab isbotlab bo'lgandan keyin javobini beraylik. Tush markaziga marhamat. Mayli natijaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, agar o'zimiz o'ylagan shu arzu armonlar, o'zimiz arzu qilgan shu nishon ahamiyatli deb qarasak, uni qo'g'lishish, uni amalga oshirish huquqi hammamizning o'zimizning qo'limizda. Natijaning qanday bo'lishidan qat'iy nazar, sizning mushu tasavvuringizga opirin aytamiz, tirishchanligingizga opirin aytamiz, izdinish ro'yingizga opirin aytamiz. Sherin tushlar reallik aylanishini bilan tashlaymiz. 3, 2, 1. Karxanchilar.
14. Şunda olganda eng oxirida erishgan bilet sonimiz 248 Ahmetlik arzu egisini tanlash o'tkaligi qadam qo'ygan bo'ldingiz. Muborak bo'lsin aka. Sizga xushalik tilaymiz. Rahmat sizga. Adil Efendi. Ekran oldidagi ko'rman do'stlar, ikkinchi fasllik Ahmetlik arzu egisini tanlash bosqichiga kirgan mayirlar ichidan o'zi yaxshi ko'rgan, o'zini ta'sirlantirgan shirin tush mayirini tanlab, yanfon, tor va undidar salon orqali bilet tashlab qo'llaydiganligini bildirsa bo'ladi. Bilet tashlash qatnashgan ko'rmanlar programma gruppamiz ta'minlaydigan isil sovg'atlardan bahramand bo'la oladi. Yanfonda qisqa uchur orqali bilet tashlash usuli mundaq. O'zini ta'sirlantirgan mayirning rad nomerini 106 266 19 ga yo'llasa bo'ladi. Tor orqali bilet tashlash usuli bo'lsa, ko'rman do'stlar www.uynova.com to'riga chiqib, o'zini ta'sirlantirgan mayirni tanlagandan keyin bir bilet tashlay oladi. Unidar salonda bilet tashlash usuli mundaq. Ko'rman do'stlar, yanfondagi unidar orqali ekranda ko'rsatilgan ishkilik kodni skanlash yoki salon nomini kirgizish orqali Shirin tush programmasining organ salonini qo'shib olgandan keyin o'zini ta'sirlantirgan mayirga bir bilet tashlay oladi. Programmamizga qatnashishni xohlaydigan do'stlar ekranda ko'rsatilgan Shirin tush liniyasiga telefon qilib yoki www.uynova.com to'riga chiqib tizimlasa bo'ladi. Texnik tavsiya uchurlarini bilmoqchi bo'lsangiz, Uynova to'riga chiqib ko'rib oling va yoki Shirin tush programmasining organ salonini qo'shib oling. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, faxriy Shirin tush programmasining bu soni mushada oxirlashdi. Keyingi sonlarimizdagi sarxil mazmunlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, har haftaning payshanba kuni soat 8:40 da diqqatingiz ekranimiz bo'lsin. Kelasi sonni ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Shirin tush.